Hamroyingiz Ochil organi yechash so'pildi. Aloq emas. Dadam bursa texnik murakkab qilyapti-ku. Agar sirib ketmanglar. Men surishtirib qilyapman. Agar haqiqatan so'qishqilga sho'q qolsa, dadamni o'qishimda tayindek qildi. Hay, undaqda davomli davolashimizmi? Dadam rostila biz uchaylarni sotqa ta'sir chiqmasa, Qancha o'stirib dadam bilan uyaga bormasmiz. Aka, dadam chiqib bizga achchig'i shunday qilgan gap. Avval dadamni achchig'ini yondiraydi. Daqlar chiqilmaymas, qanday achchig'ini yondirsan? Qaranlash qilmayapsan ya. dadamning bundaq qilsa ayol uchunmidi ya? Acha, abamning deyishicha, er kishi tuyuqsi o'zgarsa shu ayol kishi uchun deydi. Menga tuzlik gap qilma. Dadam hargiz bir ayolni deb biz undaq qilmaydi o'jima. Barna, to'liq qalayimqan gap qilmang Fukama. Dadam hargiz undaq odam emas, unday ish yo'q. Bo'lmasa bizim bir advokat taklif qilsak, bizning advokat bilan dadamning advokat ko'rish baqsa shuni qarab ishtamdiq ya. Yo'q. Qazaldirmaylar. Agar ikki tarafdan advokat teng o'tirib chiqib qolsa, bu ishni bostirmoq texnik ta'sir bo'ladi. Aka? Ha? Biz yana bir amalda dadamning ochig'ini yondirgan bir ish qilaylik. Ma'qul. Aka, acha, hamsa 500 ming qaraq saqla. Voyjon! Ay, ishmisha ketgan yana shu 500 mingni qo'ydimi sen? Acha, men shu Fukam, hozirgi paytda shu gapdimi? Tazim bir. Non Pepe. men haqqi yo'g'on kelib qo'ygan tursam, men odamni narsa. Voyjon. Buni qanday qilsam olaman? Voy, Akbarjon, bu men. Vallahi hamiz ketib bo'lgandek turdi. Men boya bulog'i xeyli qattiq tegdim. Ha. Yaxshi qilibsiz. Bundan keyin qanday qish o'smoqdan? Siz shu paytda yuravering. Ma'qul. Ma'qul hamsa. Kim o? Sen bulanda. Kırp olgunuz mu? Neymiş? Senden uygun ya, iş oldu mu? Siz kim bulsanız? Davagirimning ishini xohlagancha boshlarda ko'rsam bo'lmaydi. Bundoqda. Qizlarning dadasining fikrlari, qizlarning az qilgani rasmi. Siz ularni advokat bo'lasiz. Kechiring. Hech qanday savolingizga javob beramayman. Siz bu arzini qaytarib. Neymiş ki bunda qilma?
Siz kim? Maqsadning ish ketdi. Yigiti. Demek yo'ldosh emas. Meni siz boshqa aralashmasangiz bo'g'dak. Buni kirayda chaqliqdan advokat. Ammo xislatga bir ish bo'lib qolsa, bu ishdan keyin bunday oson oxirlashmaydi. Bu ishning qanday oxirlashishini hozir hech kim bilmaydi. Siz eng yaxshisi mening yanimga kelmay, berib xislatni izlab, xislatga nasihat qiling. Bu tadsidan kechirim so'rasin. Kechirim. Men ishdan shu yerga. Telefonlarning munosabatini bunday yomon qilasangiz, sizga hech qanday foydasi yo'q. So'nglashqa arzni qaytardim. Ben bunday bo'lishini xohlamayman. Lekin da'vogar arzini qaytarib olmasa, men de hech qanday qilmayman. Arz qilindi degan bilan sizning tutib chiqishingiz xatoyi. Shu amalda arzni qaytardim. Qani. Vaqti kelganda ko'ramiz. Bunda xabar qiling. Yaxshimisiz? Buncha kechda bir ishingiz bormi? Sizdan ansirab qoldim. Ha shu tuyuqsizlik jiddiy ishim chiqib qolib tushdan keyin ketib qolgandim. Kechiring. Aytilak aytganda vaqtida chiqib borma. Şirketde bak mühim işim yok. Ansirmisangiz bo'ldi. Men yordam qiladigan ishlar bo'lsa davran. Qilalaydigan ish o'z qulam ko'ksimda. Rahmat. Ustiga siz uchun o'tiq kirishga tayyorman. Bu acayip didishib ketdim ha? O'tiq kirman taxa. Yumushim gap bo'ldimi? Yaxshi uxlabsizlarmi? Pek o'xshab turibmi mahalla? Xayrli sahar. Ammo bizning qachonlarimiz-chi? Endi Bugundan boshlab bu sizlarga tomoq yo'q. Ha? Chaq qilmang amma deganda. Hatta qo'lingni. Dadamlar dedi, bugundan boshlab turmush pul topshirsanlar sizlarga tomoq bermay deb. Uningdan boshqa bu vojronlarni o'zinglar tozlaysizlar. Qirqatimlarni o'zinglar yuyisizlar, juma. turmush puli? Nima turmush puli? Bugünden başlap her ayda 500 randını turmuş pul topşırırsınlar. Tok, su, kırkat juş, öğretleş, hazırlaş. Hepimiz bir içinde. Tamak bunlar taktım. Dada çaqchaqladamsan ya. Voy dada. Bizdan rostdanmi 500 kun turmush pul olamsan? Bu neydi bu? Tanısı balıstan yatak pulu, tamak pulu aldı aşma. Shundaymi? Şerdi ba.
Bugünden başlap muş uyda bağ oldu. Sizler pul tepkatsızlar bu. Pul tapkandı kim? Ayda turmuş pul tapşırsanlar buludu. Kaçangacha ben so'qmoqsiz tapgan pulni qarab tursizlar. Sizlar bir xumushchilik qilib qo'ydim. Endi bular. Endi boshqa bo'lmaydigan shartlar bo'lsa danlab bo'lsa. Dada. Qancha olsa bunda hisob qamlashmas. Bek oshiraklingni his qilmadingmi? Ala. Ben nima oshirib yuribman? Necha vaqtdan beri ko'p noshta qilib o'ylanlar jinim bolam. Tomoqni sig'ir yeyveringlar. Bundoq qilmanglar. Deb yo'l yurib kelsam, sizlar men qanday qilgan? Birovlar o'ldirayman. Birovlar o'ldirmayman. Yana birovlar uxlayman. Gap ketyapti-ku. Hamd yo'q. Hamd qilmayman. O'zini arqasimman. Agar buni ranjib qolsanglar, to'ydan ko'chib chiqinglar. Voy to'xta. Tamam, tak o'xshab. Rahmat akam. Dadam nemishqa bunaqa qildi? Yetishqa? Haqqa o'qishga qolgandi. Voy sizlarmi? Dada deb ko'ziga kirib olmay, sababini o'zinglar izlab beringlar. Ammo dadamning bunda o'zgarib ketishiga iliq Oyshamga xudo sababchimi ya? Nima? Unda xumsa boshqalarni bizga shunday muomala qilib bo'lamda. Dadanglar bor, hech qachon boshqalarni deb bunda qilmaydi. Mening bilishimcha shunday. Yo'q ish. Acha? Acha? Yaxshimisizlar? Acha? Amma, Allah'ın ne buldu? Sormayla qo'ying qizim. Bilmedim bu ev nima bo'ldi ekan. Beshime jab oldi. Aydas, siz ish qilmamsiz? Hazır barma. Ha, biz kino. Nashtamizni qilib kechikib qolmanglar. Qarg'ash markalı sopun paraşütü. Zaten erkin çıkarıyorsun. Voy nimani? Anan. Qarg'ash markalı sopun paraşütü. Ben Dilkan Xalqaro Sodchilik şirketi tajdorligini olgan Ot orzusi filmidagi qulot direktor. Dilkan sizlarga nima tayyorlagandi? U zodi nimadi? U zodi nima tayyorlagandi? Diqqatingiz ekranda bo'lsin. Xuloyni sumushim ish olgan. Bo'ldi. O'zim bozorlash qiyin. Voy, Kalman. yosh oldimi? Degan bir yakil ulaştı sağ. Bunun gapini bir qilma. Dadamchi hozir haddidan baklashib ketdi. Oyda 500 ko'p pul to'lsak uy tomoq yeyotganmiz. Bo'lmish uchun tomoq yeyishimiz ruxsat qilinmaydi ekan. Nominatsiyada? U emas. Hatta To'kidan so'rmishim demak emas. Buju, haliqi Oysham degan xotin kuchlikdan gap. Bo'lmasa dadam mashina o'zgarib qilgan odammi? Shung biz darhol u ayol tepib, endi dadam bilan ko'rishmaslik aytaylik. Qanda? Yo'q. İşte halken bilmey turib ayarlan ko'rsek de yaxshi olmasmiki? Mulozim, taksini bilan keting. Aka, mening son gapim bor. Senin xafavatqaningni belina. Lekin har qancha ochiqlik kelgan bo'lsa-mu, bolalarni arziksan qanday bo'ldi? Bu Qur'onga haqlar anglab qolsa, bolalar qanday beshini ko'tarib yuralaydi deyman. Aka, Jasur bilan xislatchi shundoq aloqasida bo'lib ketdi.
Muşinchilik bo'lsa bo'ladi. Qarag'anda sen bir qaror kelib qolgan o'xshaysan. Degina. Vallahi taraf turamsan, men taraf turamsan. Oy aka, nerede gapni qilgansan ku? Ha? Oy, sen taraf, men taraf deyganga biz hammamiz bir oila kishilar tursa. Aka, to'la kichik oldi, gap qilmagana. Men shu kichik bola bo'lib qoldim. Shuning uchun sen menga nasab qilib deb avar bo'lma. Kaç gap qila, vallahi taraf turamsan, yo men taraf turamsan. Aka, Tağa, ben siz taraf tuturman. Sizler qanday qarar qilsangiz men sizni qo'llayman. oy balam, siz chiqib ketgan to'g'ri bu yerda nima ish qilyapsiz? Rahmat qizim. Bu tuqqan qerinishim tushganmisizmi? Sizmi bo'lsangiz ko'nglimni tushiryapsiz. Bo'ldi, chiqing. Oy balam. Akamning to'sashdi yo'q, o'tning ustiga yog' qo'ygandek gap qilyapsiz ku. Ama tağamның bunday qilishi cho'qim bir sabab bor. O'g'ilchilikmi emas, xafa bo'lishmi emas. Cho'qim bir sabab bor. Lekin Ama tağam har qanday odamdan bolalarini yaxshi ko'rdi. Tağamning o'yligi bor. Öğümüzdeki işler bir taraf oldu mu? Tırışatım. Cesur. İşlerin bundak olup gitişini gururrak his kılışınız gerek edi. Kaçak ekelkensiz. Benim aldığınız bir hıcır. Doktorxandaki mişmiş paranlarının kayıp gidişini aldın dedim. Ailedeki işlerini ailede bir taraf kılın. Düşündünüz mü? Bu dadamdan nima qilgan? Biz o'zining bolalari ku. Mushtoq. aka, bo'ldi qilsam bo'lamdiki. Ota bola o'tirsida mushunaq qilish ketamdi. Uydagi ish bo'lganki uyda tugitaylik. Qo'lim qo'shni Alloh qolsin sab turdi aka. Shu emasmi? Qanday qilib o'ylsam hech ideyamdan o'tmaydi. Xislat tezdan tag'amdan kechirim so'rag'in ha. Tez bilan. Shuni deyman. Tiyashon qarg'oylarining yildiz burch toshda. Siz jim o'tiring ha. Dada. Buncha chiqib ketish ketamdi. Bir yaxshiroq paranglashib boqaylik. Bo'ldi bolam. Qanday gap bo'lsa, ash advokatni endi deyishaydi. Hamma mang'ashtirayapsan. Tağa, yo'lda diqqat qiling, men sizni menga qo'llayman. Ha, ma'qul. Dada. Aşağı düşürseydi oğlum. Hoş tağa. Bu dunyoda o'zining bolalari arzonli ota-onaning qanchasi bor? Mencha mush birsi bor. Qaysar aka, tağamning bunday qilishi cho'qim bir sabab bor. Hey. Siz zot kim tarafda? Tağam tarafda. Bo'ldi. Qolgan gapni advokat bilan deyishaylik. İşimizga kelib ko'ramiz. Qizlar qo'shada. Siz ajab bir bu ishlarni to'smoqda yo'q. Medet berib ketdingiz-ku. Kim tur ha? Tağamni yaxsında. Shundaqdimi bu ota bola so'qishib sotib chiqimiz davasi medet bergingiz demsi? Bu bo'lgimchilik sog'liq emasmi? O'tning ustiga yog' chechib. Parizat acha, hammadan o'ylig'in o'xshamaydi. Tağam hargizmi boldir bilan urushib yenish uchun sotlashmadi. Qancha bo'lganda. Ammo men uyga chiqib tayyorlik qilib ish qilaman. Ma'qul bolam, ma'qul.
Ana nimada qilsiz? Atıbalı sotuk çıksa, giyizin kimi ilan kıla haqlar? Apa, tağım bu qetim rastlığı bir niyeti kege oxşamamdı o. Şundaqda buldu. Apa, biz zada qaysi taraf turmiz? Hech kim taraf bo'lmaymiz. Albatta o'ttirdi turmizda. Yana mening kuyog'im aqlliqka. Voy bir oila kishilar soqishib qolsa, albatta o'ttirdi turish kerak-da. Yog'li ko'yish bir tuqqan piyozning ko'ygini ko'ygan degan gap bor. Shu to'g'ri apa deganimiz. Lekin chu, men xislat taraf turma. Apamni deganini anlamadingizmi? Hech kimga bulishmaymiz. Ularni aytishib qilish uchun betaraf maydonni saqlaymiz. Lekin his qilmadingizmi? Tag'amni bek oshiribdi. Nada? To'g'ri. Tika bir gaplarni qilib, nima qilib apam berganishim? Mağdınızma dadan? Hoş emse, qarab boğaz. Apa, dadamni achchiq gap qoldimi? Albatta achchiq dedi balam. Doktorxonaga borib, so'zchakni boshlaydi hamdi. Tamammış arkadan söyleyecek olan adamı bek üç. Şunun için bağı balam. Maaşını bırak ahırlaştırın. Özünüzden hem namandan nam için yaxşı emas bu işler. Apa. Akşam dadınız şu, bunda sotuşup sürsek, bizge nomusluq bir iş. Navadı sotlu yengen tağdırdı mı? Hakiki yengen hesaplanmaydı da bak kapıp gitti balam. Şendiniz mi cesur? Şendim. Arkadaşınız özünün oğlunu varsın ama. Anlamadım bir şey. Bozgun apa. Nuş otunu şemiz. Anlamay. Yolda dikkat kılamamsan. Ben demişsem o bu yerga nima ishlar kerakligini sizlar bilasizlar, o deyman. Bilimiz. Sizlar olim. Siz cho'ng qizg'in. Shundaq. Siz qanday o'ylaysiz? Bu arz mening toza muvofiq emas. Nima uchun? Dadam bizni nemish qarz qiladi? Men buni toza tushunamadim. Bizni beqish jarayoni xarajatlarini hisoblabdi. Bu minnat qilgan xumamdi. U bizni rostla farzandim deb qarmamdiganda advokat epandim. Nadimi bir dada bolalarni beqish jarayoni xarajatlarini to'ltib oldi ayshva. Bu faqat yuqalamda o'tmadi. U sizdan necha pul so'rabdi? 240 ming. 240 ming. Sizni xizmatga chiqqan necha yil bo'ldi? 8 yil. 8 yil. Siz 8 yil jarayonida dadangizga qancha pul berdingiz? Hayatning o'zi bir san'at. Vaqt bir o'lcham. Cheklik hayot cheksiz tanlash